Adam 2000 so'mga magazinda nima beradi? Gugurt bersa katta gap. Yogurt bersam ama 2000 so'mga mana 2000 so'mga kruk sotaman. 1 tonnalik, 2 tonnalik, 3 tonnaliklari bor ichida. Kimga kerak bo'lsa 2000 so'm narxi, 2000 so'mdan berib yuboraman. Assalomu alaykum, bizning profilimizga obuna bo'ling. Bundan ham bomba skidkalar hali xudo xolasa oldinda. Simvolический narxda beraveradigan tovarlarni ko'rsataman. Mana bu chalka deydimi? Nima deydi buning nomini? 6 metr 5 tonnalik. Narxi 10 ming so'm. 10 ming so'm bering, olib keting. Bundan tashqari Pajarni shlang 65 mm yozib qo'ygan. 6 barli. 20 metr. Bu ham narxi 10 ming so'm. 10 ming so'm bering, mana shu sizniki. Tal, sipnoy. Oy, sipnoy. 6 metr 750 kilolik. 50 dollardan kamiga topmaysiz. Narxi 150 ming so'm. 6 metrligini ham narxi shunaqa. 750 kilolik 3 metrligi ham bor. 150 ming so'mdan berib yuboraman bularni. Beshumli kompressorlar 900 ming, 1 milliondan kamiga topa olmaysiz. 9 litrlik narxi 300 ming so'm. Bundan tashqari mana 20 litrligi bor. Bu maslinni 24 litrligi ham bor. Buni ham narxi 300 ming so'm. Kim 300 ming olib kelsa, Instagramdan kelsa bo'laman. Buni ham, uni ham farqi yo'q. Xohlasangiz hammasini optim qilib olib keting. Vibrator, monolitika, po betonu. Buni ham 1 milliondan kamiga topa olmasangiz kerak, 70 dollar turadi. 250 ming so'm narxi. Mani ismim Rustam, bizni kuzatishda davom eting. Manzilimiz Sergeli Index bozori, D1 blogidamiz. Kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Bu skidkani boshlanishi, bundan ham zo'r skidkalar hali oldinda. Bundan ham katta tovarlarni skidkaga qo'yamiz.